Assalomu alaykum arzon furashbozlari va nihoyat sizlar uchun YouTube kanalimni ham ochganman. Ancha bo'ldi bunga. Hozir juda ham ajoyib videoyimiz bor. YouTube kanaliga qo'yamiz do'stlar. YouTube kanaliga o'tib arzon furo deb qidirsalar ham chiqadi. Ko'rishlaringizni sizlarga tavsiya qilaman. Biz Belarusiyani Kamenny-Log degan granitsasidamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomiz YouTube uchun bo'ladi. Belarusiyada bugun bizda 7-kunimiz do'stlar. Kelganimda 400-ochret bo'lib keldim. Hali 120 ta ochret turibdi do'stlar. Hali ham biz Litvaga navbatimiz kelgani yo'q. Mashinamiz pustoy. O'zingizlar ko'rib turibsizlar do'stlar. Hozir bu yerda asosiy videoyimiz mana shu oldindagi ikkita Actros hamda Volvani sizlarga obzor qilib beramiz do'stlar. Xudo xohlasa like, podpiskani oldindan bosib qo'yinglar do'stlar. Bu obzorimiz juda ham qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Kelganimda mana shu bug'doy ko'k edi. Bir haftada daji pishishga ham ulguryapti. Belorussiya do'stlar. Kamenny-Log chegarasi Litva bilan. Salarkani narxi 1 litr salarkangiz 2 rubl 60 kopeyka. Ma'lumot uchun bu yerda dollarning kursi $100 290 Belarus rubl bo'ladi. Hammamiz ochib turibmiz do'stlar. Sizlarga bugungi obzorda mana shu Volvo bilan Mers bo'ladi. Ikkalasi ham Duh Osni hisoblanadi. Bu videoda ozgina ruscha aralashtirishim mumkin. Bu uchun kechirim so'rayman sizlardan. Bu mashinamiz yili 2024 ekan. Bu mashinalar asosan qayerga ishlaydi? Duh Osni mashinalar do'stlar. Ya'ni ikkita mostli mashinalarimiz asosan konteyner hamda Skandinaviya liniyasi bor. O'sha tomonga Norvegiya, Daniya, Shvetsiya shu tomonlarga ishlaydi. Lekin hozir bu tegachilarimiz peresepka uchun, ya'ni konteynerovoz persepni olib keladi, yukini boshqa mashinaga berib yuboradi, o'shanga qarab turibdi. Bu Volvomiz 2024-yil sredniy kabina hisoblanadi. Sredniy kabinani farqini qaytdan qilishlarini aytaman sizlarga hozir. Mana shu tepadagi kichkina spoileri где-то bir 14-15 santimetrlik bo'ladi. Visokiy kabinasiga keladigan bo'lsak, visokiy kabinasi hozir bu yerda yo'q ekan, ha bor ekan mana. Visokiy kabinasi mana shu, buniki kichkina bo'ladi, ham orqasida ko'ryapsizlar, eng tepasi chastida 3 ta qovurg'ali bo'ladi. Bu mashinamiz 500 ta ot kuchi, Duh Osni 2024. Yevropadagi narxi eng arzon standart komplektatsiyasi adashmasam 130 ming yevrodan boshlanadi. To'lig'ini o'zingizlar bilganlar yozib ketishingiz mumkin. Mashina absolyutni yangi ekan, 2024 kompaniyasi bu. Oldi balonlarimiz Bridges'dan chiqqan. Где-то bir 450 talik baki bor. Orqasida ikkita mosti bor. Bitta mosti passiyani tortib yuradi. Ikkinchi mosti lentaka. Ya'niki sizlarga buni surishtirib aytadigan bo'lsam, do'stlar qaranglar. Abishni 5 ta o'q bo'ladigan bo'lsa mashinada polniy massasi 40 tonna mumkin. Ya'niki mana shu persepimiz bilan tarasi bu mashinaniki hozir 15 tonna chiqadigan bo'lsa, 25 tonna yuklab yurish imkoniyatiga ega. Lekin yuklar shunaqa nostandart, konteyner o'zi 4 tonna, ichida yana 22 tonna yuki bilan bo'lib qolsa, перегруз bergani hisobiga mana shunga o'xshagan Duh Osni tegashlar kerak bo'ladi do'stlar. Bu degani общий mostlarimiz soni 6 ta bo'ladi va общий massasi 44 tonnagacha mumkin bo'ladi do'stlar. Volvo'ni sizlarga nimasini aytishim mumkin? Mashina yaxshi, puli ham qimmat, lekin shunga yarasha nadejniy mashina. Daji mana voditellarimiz o'zlari nima qilib, mana shunaqa o'zlariga yasab olishibdi, qo'l yuvgani gap bo'lishi mumkin emas. Keyin mana Belarusiyani navigatsionniy plombasi turibdi. Bu Belarusda navigatsionniy plombasi где-то 130 yevro bo'ladi narxi. Buni o'sha qayta chegaradan chiqishingizni aytsangiz, o'sha yerda yechib ketasiz. Bu Belarusiyada mashina yo'qolib qolmasligi uchun yoki yuk ortmayman desangiz, persepingizga qo'yib beradi. Persep bilan bo'lsa, yuk ortmasligingiz uchun qo'yiladi. Keyingi obzorimizga keladigan bo'lsak, Mercedes Actros 25-43 modeli. Bu lekin visokiy kabina, Giga Space deyiladi. Fulavoy versiya hisoblanadi do'stlar. Endi buni ham har xil komplektatsiyasi bor-ku, lekin ko'rinishi fulavoy hozirgi holati. Bu mashinamizni yiliga keladigan bo'lsak, 2018-yil ekan do'stlar. Oldida Goodyear balonlar, buni ham orqasida xuddi shunaqa orqa most tortadi, sredniy most lentaka hisoblanadi va albatta buni ham plombasi turibdi do'stlar.
Ko'ryapsizlar, bu mana shu yerdan hozir pritsepolari ketadi. Mashinamiz 18-yil ekan. Buni ustunliklari o'sha og'ir yuk tashiydi, lekin uzoqqa yura olmaydi do'stlar. Sababi bak sig'imi kichkina. Где-то bir 1000 kilometr, 1,5 kilometrda zapravka qilishga to'g'ri keladi. Mana shu duxozniklarning asosiy muammosi shundan iborat. Mana orqasida Scania ham turibdi, aytganimdek, konteynerovoz. Bular bu yerdagi ikki mosli mashinalar 99% ehtimol bilan konteynerovoz hisoblanadi do'stlar. Xo'p, 25-43 degani, ya'ni mashinamizga 25 tonna общий вес yozilgan, 430 ta ot kuchi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu degani o'sha 44 tonna общий вес 6 ta mos bo'lganda toshishi mumkin. Volvo'ni mana akkumulyatorlari orqada ekan. Aytgancha Mercedesning narxiga keladigan bo'lsak, bunaqa duxosli Mercedeslar Yevropada narxi примерно 120 ming yevrodan boshlanadi. Bu aniq ma'lumot emas, lekin fakt nimasida aytib ketyapman. Endi ikkalasini bir-biriga сравнить qiladigan bo'lsak, do'stlar, deyarli zapchastlari Mercedes hamda Volvo'ning zapchasi deyarli bir-biriga narxi yaqin, ya'niki arzon emas. Xo'p, bu mashinamizning bitta plus tomoni ekonomik hisoblanadi. Bu ko'p bor sinovdan o'tgan. Misol uchun bu Volvo'mizning rasxoti o'rtacha O'zbekistondan yukiga hisoblayapman-da. O'zbekiston yuki Qozog'iston arkasini hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha 35 litr bilan 30 litr o'rtasida qiladigan bo'lsa, Yevropada maksimum 32 ta qilsa kerak bu mashina. Bu mashinamiz O'zbekistonda maksimum 30 gacha, Yevropaning yuklariga 27-25 litr rasxot qiladi. Agar kimga ekonomik bo'lsin mashina deydigan bo'lsa, misol uchun Mercedes olishni tavsiya qilaman. Mashina juda ham ekonomik hisoblanadi. Agar kimga nima kerak bo'ladi, nadojность kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar bemalol Volvo olishingiz mumkin. Rasxoti ozgina ko'proq, lekin mashina nadojniy hisoblanadi. Narx borasida ham ko'pchilik o'zimiz Osiyo, Rossiya davlatlarida, даже Yevropada ham Volvo'ning narxi har doim qimmat yurgan. Misol uchun 3 ta mashina sizlarga aytishim mumkin, narxi qimmat yuradigan постоянный Volvo, Scania eng qimmati hisoblanadi. Undan keyin Mercedesning ham yaxshi zo'r mashinalari narxi qimmat, chem mandan ko'ra. Lekin nimagadir O'zbekiston sharoitiga bu mashina odamlarga yoqmaydi, ko'proq Volvo'ni tanlashadi bizda. O'zbekiston ko'rib turibsizlar. Scaniaga keladigan bo'lsak, bu Scania'ni G450 modeli, ya'ni kichkina kabina bo'ladi. Ko'proq bu nima deydi? Korotkий расстояние uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Tem bo'lib ko'ryapsizlar, buni orqa baloni ham burular ekan. Bu mashina ham yaxshi nadojniy mashina hisoblanadi. Sizlarga shuni aytishim mumkin, agar ekonomika qilmoqchi bo'lsalaring, rasxotdan agar ikkala mashinani O'zbekistondan Rossiyaga borib kelishini hisoblasalaring, Mercedes Volvo'dan ko'ra salarkaga 200-300 dollar o'rtasida kamroq rasxot qiladi. Buzilishiga keladigan bo'lsak, yangi oladigan bo'lsalaring, ikkala mashina ham 700 ming kilometrgacha hech qanday ortiqcha nimalarsiz yursalaring bo'ladi. Xo'p, uchinchi sababimiz, uchinchi mashinani ham qo'shib ketishga to'g'ri keladi endi. Hammaga mashhur DAF Euro 6. Ko'pchilik mendan DAF Euro 6 haqida fikrimni so'rashadi. Bu Qozog'iston nomerda ekan. Mashina chiroyli, yaxshi mashina ekan. Xullas aytishim mumkin sizlarga, DAF Euro 6 bu ham yaxshi mashina hisoblanadi, ekonomikni, lekin O'zbekiston sharoiti uchun, O'zbekiston salarkasi uchun bu mashina qandaydir muammoli deb aytsak bo'ladi. Chunki 10 ta DAF mingan tanishimdan so'rasam, ulardan bir 7 tasi DAFdan norozi, 3 tasi bo'lsa DAFdan juda ham ko'ngillari to'q. Endi o'zingiz tasavvur qilishingiz mumkin. Bu mashinaning narxi Yevropada Volvo, Scania, Mercedesdan keyin 4-chi o'rinda qimmat mashina hisoblanadi. Chunki Yevropada DAF Euro 6 ekonomikni deb juda ko'p kompaniyalar minishadi. Lekin Yevropada bu DAF zapchasi ko'pligini hisobiga juda ham xadavoy mashina hisoblanadi. Lekin hali biz O'zbekistonga bunchalik darajada ko'paygani yo'q, do'stlar. Mashinani videoga o'zingizlar baho beringlar, kommentariyada yozib ketinglar, kimga DAF-ku, kimga Volvo, kimga Mercedes. Xudo xohlasa shu yerda turganimizda yana obzorlarimizni davom ettiramiz. Kimga
qanaqangi mashinani obzorini qilaylik. Imkon qadar harakat qilamiz. Yana bitta narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi do'stlar. Salondagi komfort bo'yicha bu o'zimda nima deydi? O'zimda мнением bo'yicha juda ham komfortli mashina Merz hisoblanadi. Chunki salonda juda ham ko'p bardachoklar, juda ham qulay, saloni katta va keng, shofir uchun qulayliklar juda ham ko'p Merzda. Volvoga keladigan bo'lsak, Volvoning o'zi, motori, hamma narsasi zo'r. Saloni shofir uchun ozgina torroq ishlangan. Bu nimani Volvoni minib ko'rgan, lekin Volvoni fanati bo'lmagan insonlar bu gapimni tasdiqlaydi. Lekin Volvo jinnisi deydimi? Volvo jinnisilar bu narsani hech qachon tan olmaydi. Даже bu mashinamiz 24 model bo'lganini hisobiga ana bakda oldida datchik sleepy zona. Bu ya'ni o'sha yondan kelib turgan xavflarni aytadigan datchiklarimiz bor do'stlar. Mercedesda bunaqa narsa hali chiqqani yo'q. Asosan Volvo, Renault, MAN bu narsani yo'lga qo'ydi. Mana ikkala tomonda ham datchik sleepy zona bor. Ikkala mashinada ham AdBlue bor. AdBlue'ning vazifasini aytadigan bo'lsam, sizlarga ko'pchilik mendan AdBlue'ning vazifasi nima deb so'raydi do'stlar. AdBlue'ning vazifasi salarkadan chiqib turgan zararli tutunga AdBlue'ni sepib, atrof muhitni ifloslantirmaslik uchun foyda beradigan narsa. A5ning AdBlue rasxoti 90% mashinada 1000 kilometr uchun 20 litr AdBlue quyiladi do'stlar. Bu sredniy rasxot hisoblanadi. Undan kam qilayotganlari ham bor, undan ko'p qilayotganlari ham bor. Keyin yana bitta narsani sizlarga aytib ketishim kerak. Mashinani bak hajmiga qarab, mana misol uchun bu mashinada AdBlue'ni baki где-то 25-30 litrli. Не мой. Мне там. Какого цвета? Вот черный. Какая тебе разница, да? Ну, давай. Keyin sizlarga do'stlar shuni aytishim mumkin. Mashinani bakiga qarab AdBlue sig'imi qilinadi. Mana Mercedesda shunday qilingan. Где-то baki o'ziniki 400 litrli bo'lsa, bu degani 400 litrli bakimiz o'rtacha 1600-1500 kilometr yuradigan bo'lsa, uni bakda yozib ham qo'yamiz, ko'rishimiz mumkin. Mana 490 litrli bak. 490 litrli bakimiz bu degani o'rtacha 1600 kilometr, 1700 kilometr yuradigan bo'lsa, bu yerda 40 litrli AdBlue bachogimiz bor do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqdagi Volvoga keladigan bo'lsak, endi bu spes zakaz bo'lishi mumkin. Buni ham bakiga 450 litrli. Bu ham shu 1600-1700 kilometr Rossiyani yuradi. Agar bundan ko'proq yurmasa, hozir bakini yozgan bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Afsuski, bakda litraj yozilmagan, lekin buni AdBlue bachogi eng katta 80 litrli olingan, ya'niki где-то bir ikkita zapravkada bitta AdBlue quyishligi mumkin. A5ning o'zimiz manlarimizga keladigan bo'lsak do'stlar, hozir Euro 5 bilan Euro 6 ni farqini sizlarga ko'rsataman. O'zingiz aytinglar, shu videoda qo'shib ketaymi buni yoki alohida video chiqaraymi do'stlar. Belarusiyada kelib 7 kun yotgan bo'lsak, 7 kunni deyarli 6 kuni 5 kuni desak ham bo'ladi. Juda ham yomg'irli, shamolli havo bo'ldi. Kecha ozgina quyosh chiqdi, bugun shamol ozgina tinib turibdi. Bu yerda Zavodskoy konteyner o'zimiz va bu yerda 39 region Rossiyani Renault'si do'stlar. Yevropaga hozirgi kunda faqat shu 39 region kirishi mumkin. O'zingizlar aytib ketinglar, bu qayerda mashinasi? Sizlarga bitta narsani aytishim mumkin. Bu mashina birinchi chiqqanda butun Yevropa va Rossiya xalqlarida nechta dalnaboy, ya'ni dalnaboychilarning orzusi deb aytilgan. Sababi Rovni Pol juda hurmatga loyiq mashina, lekin birinchi ko'rgan ko'zga qandaydir bu mashina neudobniy, ya'ni qulay emas. Mana bu yerda ochilitlar ko'rib turibsizlar. Bu yoqda ham bor. Xullas kalom, Belarusning tabiatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Tasavvur qilinglar, uylarning oldida shunaqa daraxtlar, o'rtasida uychani ko'ryapsizlarmi? Shunaqa narsalar. Xo'p, endi sizlarga hozir o'zimizda Qorabayir bilan Euro 5 ta farqlarini aytib o'taman do'stlar. Bu yerda arzimagan farqlar bor, lekin sizlarga imkon qadar nima deydi? Chestni, ya'niki bor informatsiyani aytishga harakatini qilaman, ya'niki o'zimning mashinamni maqtab yoki boshqa mashinani yomonlash bo'lmaydi.
Hamma narsani borini bor, yo'g'ini yo'q aytaman. Qolganlar mashinani tushunganlar fikrlarini yozib ketinglar do'stlar. Xo'p, tushunmaganlar uchun to'liq obzor bo'ladi. Ya'niki, qaranglar do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, qorasi yevro 6, oqi yevro 5. Xo'p, oqimiz 18440, qoramiz 18540. Ko'rishingiz mumkin, mashinani umumiy olganda bazasi bir xil. Ya'ni kabinasi, saloni, ramalari, baklari, xadavoylari absolutni bir xil. Endi ko'ringlar do'stlar o'zlaring. Yevro 6 chiroyliroqmi, yevro 5 mi? Bular 2014-yildan boshlab yevro 5 to'xtagan 2013da, 2014dan boshlab yevro 6 ga start bergan. Bu yerda nimalar o'zgargan? Birinchi o'rinda motor o'zgargan do'stlar. O'zini yevro 5 motori 16 litrli, agar litrga hisoblayotgan bo'lsak, Porschelari 120 mm Common Rail sistema D20 motor bo'lsa, bunga bo'lsa 12,6 litrli, ya'ni Porschelar razmeri 126, motorda obyomi 12,6, bo'li kuchliroq, lekin bo'li bosh og'riqroq motor tiqilgan. Bu mashinani asosiy bosh og'rig'i man yevro 6 ni yiger hamda interkolleri teshiladi. Sizlarga hozir aytib ketishim mumkin. Qaranglar, mana bu mashinamizda hop, oldini ko'ryapsizlar. Konditsioner radiator, interkoller radiator, keyin asosiy radiator bor. Endi bu mashinamizga keladigan bo'lsak, konditsioner radiator va asosiy radiator. Interkollerda bular xuddi suv orqali sovutamiz deb o'zlaricha bitta narsani ixtiro qildik deb o'ylaganda, lekin rasvo qilib qo'yishganini oradan 5 yil o'tib tushunishgan. Ya'niki buni interkolleri mashinani tag qismida bo'ladi, paddonning oldida yana ikkita bo'ladi. Asosiy katta mashinaning tag qismidagi interkolleri ko'p teshiladi. Yangi qo'ysalang yurib ketadi, deta bir bu aybi qachondan chiqishni boshlaydi. 700 ming, 800 ming kilometr yurgandan keyin interkoller teshiladi. Yangi qo'ysalang $1300 atrofida turadi O'zbekistonda, bo'ldi, shu bilan boshqa nimalar yo'q. Lekin buni interkolleri 1,5 million yursa ham, teshilsa ham qaytib yamasa bo'ladi. Bunikini qaytib yama bo'lmaydi. O'zingiz bilasizlar, marketing, mashinalar buzilishi kerak. Ilgari misol uchun haqiqiy injenerlar ishlaganda mashinani kачествоsi qanaqa bo'lgani, endi bu marketologlar ishlagandan keyin mashinani kачествоsi qanaqa yomonlashib boryapti. Hattoki do'stlar, mana shu Volvo'larimizda adashmasam 2019 gacha Shvetsiyaning o'zida chiqqan. Keyin bu yangi 2024larimiz Belgiyadan chiqishni boshladi. Hattoki Yevropadagi shopirlar ham Belgiyadan chiqqan yangi Volvo'ni kачествоsi o'zgargan deb bilishyapti va ko'pchiliklari yangidan ko'ra eskirog'ini minganini yaxshi deyishyapti. Mayli, mavzu u haqda emas, endi ma'nomizga kelamiz. Asosiy o'zgarishlar oldi bamper qismida bo'lgan. Ishoninglar, hatto bamper ham o'zgargan, xolos bu yerda orqasidagi bitta detallari o'zgargan. Hattoki bu farasi, tumankasigacha ikkala mashinaniki bir xil. Tasavvur qiling endi. Motorni boshqasini qo'y, farani o'rniga yangi bamper qo'y, mashina ozgina go'zallashadi, lekin narxi oshadi. Buni sizlarga farqlarini aytib ketishim kerak. Asosiy nimasi, qaranglar. Bu tomonda kichkina katalizator, Euro 5 ligini hisobiga buni katalizator kichkina hisoblanadi. Akkumulyator ustma-ustun qo'yilgan va 580 talik bok. Endi biznikida katalizatorimiz Euro 6 ligini hisobiga katta katalizator va 580 talik bok. Endi bu mashinaning asosiy plus tomoni mexanika korobkada ekan. Yilini hozir bilamiz. Bu tomonida katta bak bilan jihozlangan. Endi bu katta baki ham qancha? Gideta bir AdBlue bakini hisoblaydigan bo'lsak, katta bakimiz 800 litr bo'ladigan bo'lsa, u tomonda 580 ta. Endi o'zing hisoblanglar, 800 1 tonna 380 baki bor. Agar undan kamroq bo'lmasa, to'shni esimda yo'q. Bu mashinamiz yili 13-yil aytganimdek Euro 5 da eng oxirgi tugashi mexanika korobkada. Keyin do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mexanika korobka bu manlarda o'rtacha 2016-yilgacha chiqqan, lekin juda ham kam. 16 dan buyog'iga 17, 18larda avtomat korobka
99% ga to'xtagan. Nima, mexanika korobka, uzr do'stlar, mexanika korobka 99% ga to'xtagan, faqat pad zakaz chiqadi. Misol uchun bu Volvoga keladigan bo'lsa, Volvolarda ham 2017 da to'xtagan mexanika. Misol uchun 90 ta avtomat chiqarsa, 10 ta mexanika chiqarishni boshlagan. Bu daflar ham xuddi shunaqa. 17 da oxiriga kelib, mana hozirgi kunda deyarli 99% faqat avtomat korobka bilan jihozlanadi do'stlar. Mashinani holatiga o'zing e'tibor berishingiz mumkin. Agar misol uchun bu Euro 6 ni nimaga olasan, agar shunchalik bosh og'riq deydigan bo'lsalar, asosiy Euro 6 olish sababi oddiy misol Euro 6 mashina uchun Litvada 1 kunlik yo'l to'lovi 15 evroni tashkil qilsa, Euro 5 uchun do'stlar 20 euro, Euro 3 uchun 30 euro. Shunaqangi qilib yo'l to'lovidan ekonom qilish uchun bo'li atrof muhitga zarar yetkazmaydigan mashinani olib minish kerak do'stlar. Agar sizlar faqat Rossiya, Belorussiya, Turkiya qatnaydigan bo'lsalaring, agar shaxsan o'zim ham ikkita bir xil yil, ikkita bir xil pulli mashinani qo'yib qo'yadigan bo'lsa, misol uchun 17-yil Euro 5, 17-yil Euro 6 man qo'yadigan bo'lsa, agar men faqat Rossiya, Belorussiya, Turkiya qatnaydigan bo'lsam, albatta Euro 5 ni olaman. Euro 5 yaxshi bo'lsa, nimaga olmaysan deganlarning sababini adashmasam o'zlaring tushundilaring. Lekin meni yo'lim asosan Germaniya, Yevropa yo'nalishi bo'lgani uchun Euro 6 olishimiz majburiy va ixtiyoriy. Chunki oddiy misol Germaniyada yo'l to'lovida ham Euro 5 bilan Euro 6 ni juda ham katta farqi bor do'stlar. Lekin Euro 6 ni olib, AdBlue'sini o'chirib, qo'lga tushib olsalaring, juda qimmatga tushasizlar. Euro 5 ham AdBlue'si ishlash kerak har doim. Mana bizning mashinamizda hozir ikkita 580 talik baki bor. Ikkala tomonda 1 tonna 160 bo'ladi bu. Mana biz bu tomonda katalizator o'rniga AdBlue bachogimiz, где-то 80 litrli akkumulyatorimiz, ko'rib turibsizlar, bir xil hamma yo'g'i. Даже ramani bazasi ham bir xil do'stlar. Bu tomonda uniki juda kattaroq xolos. Mashinamizni holatini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bu videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani eslangdan chiqarmanglar do'stlar. Arzon Furani YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. YouTubega ham kirib Arzon Fura desalar kanalimiz chiqib keladi. Bunaqangi uzoq videolar YouTube kanalida bo'ladi do'stlar. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Aytganimdek, Belarusda bugun bizning 7-kunimiz, hali 120 ta mashina bor. Xudo biladi, yana 1,5-2 sutkada navbatimiz kelib qolishi kerak do'stlar. Sizlar bilan Arzon Fura Sherzod Botirov bo'ldi. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin va albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar do'stlar.